Sharni nega sindirishdi? Menda uni bo'lagi bor. Mana. Xo'sh, nima bo'pti? Shu bilan ko'nglim taskin toparmidi. Agar seni mushukcha yo'qolib qolsa, keyin menda uni bo'lagi saqlanib qolgan desam, shu bilan darrov ko'ngling joyiga tushadimi, a? O'zing boshqasini yasolmaysanmi? Nima? Boshqasini yasolmayman. Axir sen sehrli ajdarsan-ku. To'g'ri, ajdarlikka ajdarman, lekin rostini aytsam, unchalik ham dunyodagi eng yaxshi ajdar emas. Qanaqasiga? Axir sen dunyoni qutqargansan. To'g'ri, shunaqa qutqarganman, lekin jamoaviy ish nima ekanligini bilasanmi? Sen qoloqmisan, yo'qmi, baribir oxirida hamma bir xil maqtovga sazovor bo'ladi. Qisqasi, toshni boshqalar yasagan, men shunchaki undan foydalanganman. Qara, sendan yorug'lik taralyapti. Rahmat. Terim yaltirasin deb doim uni parvarish qilaman. Yo'q, buni aytmayapman. Qara. Voy, bu opam, ambari sehri-ku. Qoyil, men nur sochyapman. Bu opangdan o'tganmi? Har birimizning o'ziga xos mahoratimiz bor. Yaxshi, seniki qanaqa? Men suzishni dondirib qo'yaman. Shoshma. Sen bo'lakni ushlaganingda porlading. Bu nimani anglatishini bilasanmi o'zi? Endi tunda chiroq kerak emasmi? Nima? Yo'q. Seni shar bilan sehrli aloqang bor. Demak, hali ham dunyomizni qutqarishing mumkin. Qolgan bo'laklarni ham topsak, unda toshni birlashtirish mumkin. Keyin dronlardan tormoq qilamiz. Otamni ham tiriltiramiz. Unga qo'shib Kumandrani butun xalqini.